Samarqandga 6800 kilogramlik yarim turkamiz yo'lga otlandi. Akajon, assalomu alaykum. Sobir aka muborak bo'lsin. Rahmat aka. Ancha oldin ko'rib ketgandingiz. Ha, ko'rib ketdik aka. Nima sabab bo'lyapti Persebga erishishingiz yana? Endi solishtirib ko'rdik aka, unisi bilan, bunisi bilan taralari, yangilangan mana bu o'tgan most. Shuni solishtirib ko'rganda bizga ma'qul bo'ldi. Hozir eksperiment sifatida bittasini olib ishlatib ko'rmoqchimiz. Xudo xolasa agar kelajakda mana tarozilar hozir ko'ryapsiz. Yo'l sharoitlari. Shunga moslab kelganmiz, tajribamizga asosan. Shunga qarab endi kubasi ham, tarasi ham tarozilarga to'g'ri kelgani uchun bir olib ishlatib ko'rmoqchimiz, xudo xolasa. Aka, siz nima fikr bildirasiz shofer sifatida? Foydalanib yuribsiz, mashina haydab yuribsiz. Yo'lda ko'rdingizlarmi shu Perseb bilan, yuk bilan? Yukda ko'rdik yo'lda. Yaxshi ekan, yurishlari ham. Bemalol harakatlanyapti. Bemalol. Shu hozir Hamma joyda. tarozi rejimida endi xudo xolasa bundan buyog'iga yengil yuklarda tarasi yengil. Og'ir ham bosib bering. Ha. Karyerlarda faqat. Akajon, omadingiz bersin. O'zingiz haydaysiz, gazini bering, qo'rqmang. Tormozlari hamma joy mashina. 2011-yildan beri bizning boshlig'imiz shoferlik bilan shug'ullangan. Shu tajribaga asosan ana shunday yarim tirkamalarni mijozlarga yetkazib berishda davom etamiz. Sobir aka, siz ham baraka toping texnikadan. Xudo xolasa Tavsiya berib qo'yasizmi hammaga? Rockstar bilan xudo xolasa yana ishlashamiz aka. Gap yo'q. Bir ispitaniyadan o'tkazaylik, tajribadan o'tkazaylik. Salomat bo'ling. Rahmat. Yana Perseblarimiz bor, ana mijozlarimiz 25 kublik 6800 kilogramlik taroz talablariga mos, o'tga moslik, tarasi yengil, sifati zo'r Perseb bilan topshirishda davom etamiz. Akajon, Xudo xolasa. sog' bo'ling. Rahmat.